varikoselli buyurishlikka sababchi bo'ladi. Spermatozoidlar soni va sifati pasayadi. Yengil darajadagi varikoselli ko'pincha farzand ko'rishga xalaqit bermaydi. Urologga murojaat qilish, spermogramma tahlilini topshirish. Varikoselli bepushtlikka sabab bo'ladimi? Varikoselli o'zi nima? Ha, varikoselli buyurishlikka sababchi bo'ladi, lekin har doim ham emas. Varikoselli moyak atrofidagi tomirlarning kengayishi bo'lib, bunda moyak haroratini oshiradi. Odatda moyak harorati normal tana haroratiga nisbatan ozroq past bo'ladi. Moyak harorati oshganligi sababli spermatozoidlar soni va sifati pasayadi. Yengil darajadagi varikoselli ko'pincha farzand ko'rishga xalaqit bermaydi. O'rta va og'ir darajadagi varikoselli buyurishlikka sabab bo'lishi mumkin. Varikosellini erta aniqlash va davolash juda muhim. Buning uchun urologga murojaat qilish, spermogramma tahlilini topshirish, Doppler UZI tekshiruvidan o'tish kerak.